Jonkalarim, toycholarim, всем привет. 14 fevral sevishganlik kunida men onamni olib Istanbulga ketdim. Samolyotga chiqishimni bilaman, meni yana tishim og'rishni boshladi. Tishim og'riyapti deb stories qo'ydim. Klinik ekspert srazu menga aloqaga chiqishdi. Menga transport yuborishdi, mehmonxonalarni ham o'zlari qilib berishdi. Bitta menga emas, bu hammaga shunaqa ekan. Mehmonxonaga joylashib, onam bilan ovqatlanib olib, keyin men уже klinikaga ketdim. Tishlarim chiroyli ko'ringani bilan hammasi nosog'lom. Ishonasizlarmi, 5-sinfimdan beri menda tishlarda problema. 11 ta tishimda plomba bor, 2 ta tishim вообще yo'q. Bu klinikada hamma plastik operatsiyalar qilinadi. Klinikadan keyin onam bilan shopping qilgani bordik, chiroyli kiyimlar olib, ovqatlanib, keyin mehmonxonaga borib, olgan chiroyli hayhaylarimizdan kiyib ko'rdik. Ertangi kuni Ali bilan ko'rishib biz syomka qildik, keyin oyimni muzeyga olib bordim. Bu saroy oldin piyoda shohlar yashagan, keyin oyimni dengizga olib bordim. Men yana klinikaga ketdim. Nosog'lom tishlarimni oxiri veneer qilishga qaror qildik. Boshida qo'rqotdim, og'riydi deb o'ylab, lekin bu Istanbuldagi eng zo'r klinika bo'lgani uchun tishlarimni ishonib topshirdim. Ko'pchilik O'zbekistondan bu klinikaga soch va soqol ektirishga kelisharkan, bularda hamma operatsiyalar bor. Doktor Umerga alohida rahmat. Mana Gollivudskaya ulыбкам tayyor, ko'rishingiz mumkin. Meni nomimdan chiqsangiz, sizlarga 20% skidka bo'ladi. Hamma protseduraga o'zlari sizlarni aeroportdan kutib olishadi.